Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda talaba-yoshlar o'rtasida sportni keng targ'ib etish, ularni sog'lom turmush tarziga jalb qilish maqsadini qo'ygan Yangi O'zbekiston talabalar olimpiadasi bo'lib o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, mazkur olimpiada 3 bosqichda o'tkazilishi maqsad qilingan bo'lib, dastlab oliy ta'lim muassasasida, so'ngra hududiy va yakuniy respublika final bosqichini qamrab oladi. Abu Ali bin Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutida olimpiadaning dastlabki bosqichi boshlandi. Musobaqalarning ochilish marosimi tantanali ruhda kechdi. Unda institut rektori, prorektorlar, professor o'qituvchilar hamda talaba-yoshlar faol qatnashdilar. Tadbirda so'zga chiqqanlar sportning yoshlar hayotidagi o'rni beqiyos ekanini ta'kidlab, muntazam jismoniy faollik nafaqat sog'liqni mustahkamlash, balki insonda iroda, intizom, maqsad sari intilish kabi muhim fazilatlarni shakllantirishini qayd etishdi. Shuningdek, bugungi kunda yoshlarni turli zararli odatlardan asrash, ularni sog'lom va faol hayot tarziga yo'naltirishda sportning o'rni nihoyatda muhim ekani alohida urg'u bilan ta'kidlandi. Tadbir doirasida avval o'tkazilgan talabalar ligasi sport musobaqalari g'oliblari tantanali ravishda taqdirlandi. Ularga diplom va esdalik sovg'alar topshirilib, yutuqlari e'tirof etildi. Shundan so'ng Yangi O'zbekiston talabalar olimpiadasi sportning voleybol, gandbol, stol tennisi, futbol, yengil atletika, suzish kabi turlarda boshlab yuborildi.